Shu bir xil klientlar kelib, Umidjon, senga akasi qani deyishyaptimi? Xuddi shunday. Sochingni oldirganga yosh bolaga o'xshab qolibsan. O'zgarish bo'ldi. Bugungi videodan keyin tabiblar kelib, sen bilan urushmasa bo'ldi. Sababi aytamiz, masalan, juda qimmat sotilayotgan narsani olib kelding, narxi bir deganda shaloq 50% ga tushdi. Hamma narsani paytida sezonda ichgan ma'qul. Bu ravo. Mana o'zi ancha odamlar bilib qoldi. Puchka uchun ichilishi kerak. Faqat qaramutchon, bitta narsani bilgin. Har bitta narsani kasallik payti emas, oldini olib yaxshi, sog'lom payt ichish kerak. To'ppa to'g'ri. Mana shu ravoda qarang, hammasini shunaqa butun mag'izi chiqib yotibdi-da. O'zi ham shaqillab zo'r qurigan. Buni 1 kilosini 250 ming qilib beramiz. 1 kilosini. Faqat kanalimizga a'zo bo'lgan Master Suxovut podpischiklari uchun. Subhanalloh. Kelib optimchilarga bermaymiz. Bu faqat o'zimiz uchun keldi. Bitta qopida 15 kilogram bemalol kelib ulgurib qolasiz. Inshaalloh bundan buyog'iga bu uzilib qolmaydi. 7 dona ravoni soldik. Bitta stakanga. Bitta stakanga kuniga 3 mahal shu holatda tayyorlanib ichiladi. Buyrak kasalliklarida bu tabiatan eng kerakli bizlar uchun buyrak yallig'lanishlarida, undan tashqari kreatinin mochvina ko'tarilganda, tanada ortiqcha yallig'lanish ishlar paydo bo'lganda, ayniqsa yurak uchun ham buni quvvati bor deyishadi. Shu uchun tabiatimiz o'zi bizga shifo, kasal bo'lishdan oldini olgan yaxshi. Har bitta podpishkimizni tabibga aylantiramiz, ya'niki sog'lomlashtiramiz. Shu uchun bizani doim kuzatib boring. Narxlarimiz juda ham chiroyli narxda belgilandi. Inshaalloh sizlarni yaxshi ko'ramiz. Sidigul shamollashlarda, ayniqsa ayollarimiz sistit kasalidan qiynalayotganlarga ham zo'r umidjon. Xuddi shunday. Masalan, o'sha hojatga tez-tez boradiganlarga ham yaxshi. Dialez bilan qiynalayotganlarga, doimo o'ng tomon, chap tomon pochkasida og'riq bo'lib yurganlar. Mana shu holatda bir choy qoshiq asal solib, bir kunda 3 mahal iching. Shu kasalliklar ustidan yurib o'ting. Joningiz orom olsin, sog'lom bo'lib yuring. Bularda qarang, har bittasini mag'izi bor. 100 gram olib borib umidjon, erinmasdan bir kun vaqt ketadimi? Mana shu holatda chekib olib, 5 ta 6 dan bir stakanga solib, o'zingiz uchun ham bir 20 kun qiling. Mo'jizani qarang. Mo'jizada haqiqiy buyrakka o'xshaydi. Allohning mehribonligi yana bir isboti umidjon. Bunaqa mo'jizalar hali juda ham ko'p. Yana qara o'zimizlarda o'sadi. Agar bu Amerikada o'sganini bilasanmi, 1 kilosi palon million bo'lardi. Xuddi shunday. Bat o'laroq kapsulaga tiqib million dollar sotardi. Chunki sizni, mana hammamizni buyuragimiz juda ham bebaho. To'pa to'g'ri. Shuning uchun olib ichish kerak, ulgurib qolish kerak. 100 grammi 25 ming, bir stakan semiz ichgani ham pul emas. Bu faqat Toshkent shahar, Chilonzor, Qatortol optik bozor, Master Suxovut magazindan topasiz. Kelib bemalol olib ketasiz. Mana semizkashga o'xshab to'y qilyapsizmi demimizda, sog'lomlashyapsizmi deb sotamiz, xudo xolasa. Shunaqasiz bo'ladi. Buni pochchamga, dodamga, xolamga qilib bemalol solib ber, hafta duosini ol. Voy, buni qarang, hammasi butun to'la chiqyapti-da. O'zingga ichasan mana shularni. Xo'p bo'ladi. Senga beraman.